Ayni shu kichkinagina studiyam orqali deyarli hamma уже meni tanib olishga ulgurdim. Shu kichkinagina studiyam bilan bugun sizlar bilan gulkaram qovuramiz. Menimcha mana videolarim chiqishni boshlaganidan beri ko'p qizlarga juda ham katta motivatsiya berib bordim. Nimalarnidir bahona qilib blog boshlamay yurgan odamlar uchun juda ham zo'r motivatsiya bo'ladigan profil bo'ldi o'zi ham. Menimcha har bitta odam o'zini o'zligini olib chiqsa va soxta narsalardan uzoq yursa, ko'pchilikning e'tiborini torta oladi. Va haligacha videolarimda negativ kommentariyalar ham kelib turadi. Nimaga o'zingiz eski bo'lsa ham oshxonangizda pishirayotgan videolaringiz olurmisiz deb ko'pchilik so'rashadi. Bu savolga javob berish uchun avvaliga ularga savol berish kerak. Agar siz eski va oddiy oshxonada tayyorlangan kontentni tomosha qiladigan bo'lsangiz, like bosgan bo'larmidingiz? Menga bo'lsa videolarimda like'lar kerak. Shuning uchun ham hozirgi ko'rayotgan videongizga ham hozirroq bitta like bosib keting. Videolarim odamlarga yoqishi va mazza qilib tomosha qilishligi uchun albatta chiroyli foyda olishga harakat qilaman. Shuncha negativ kommentariyalar orasida albatta meni maqtab yozadiganlar ham bo'ladi. Misolcha aytadigan bo'lsam, juda ham uddaburon kelinsiz, ham blogerlikni, ham ro'zg'oringizni juda ham zo'r eplayapsiz deyishadi. Nafaqat uddaburon, balki ekonom kelinim hisoblanaman. Chunki uyim uchun kerakli barcha tozalash vositalarini Okean do'konlaridan xarid qilaman. Bu do'kondan nafaqat tozalash vositalari, balki ayollar uchun dekorativniy va uxotli kosmetikalarni ham aynan shu do'kondan topsanglar bo'ladi. Bu do'konda to'g'ridan-to'g'ri firmalarning o'zidan olib kelinganligi uchun ham narxida, ham sifatida farqini sezasiz. Do'konda shahar bo'ylab 3 ta filial mavjud bo'lib, ham arzon, ham sifatli narsa olmoqchi bo'lsangiz, albatta shu do'konga kelib ko'ring.